Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Anaka kunduzgi ishlarni ham boshlab, obed bo'ldi. Shogirdlar charchab qolgan. Bittasi oylikda hisob-kitob qilyapti. Kichkintoyimiz mana high-tech fason profillari. Anaka high-tech 2 qavatlik fason bo'ladi. Yig'larga darvozalarimiz tayyor bo'lyapti. Xohlasa ana tepasi lazerni bo'ladi, 1 qavatlik. 8 lis, profil 2.1. Tiaga fason. Deyapti. Bu yoqqa rishotka qilyapmiz. Shu darvozaning egasini uyiga. Kimga shunaqa sifatli kitob narxlarda kerak bo'lsa darvoza aloqada chiqaverasizlar. Xudo xolasa uyaltirmaymiz, chiroyli qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha nasib. Aloqada chiqaverasizlar. Biz xizmatingizdamiz. Damovatdi shogirdlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obunachilar